Salom hammaga, sizlar bilan Kinomio kanali yaqinda premyerasi kutilayotgan Momaqaldiroqlar filmida Sentry personajining qatnashishi aniq va u Qasoskorlar qiyomat kuni filmida ham asosiy rolda bo'ladi. Demak, Sentryni ham boshqa Marvel qahramonlari singari DC personajlariga qarshi battle qilsak bo'ladi. Bugungi videoda aynan Sentry va Superman personajlarini battlini ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz yaqinroq o'rnashib oling, biz boshladik. Do'stlar, siz Instagram yoki YouTube'da o'z blogingizni yuritmoqdasiz, ammo preview, obloshka va banner borasida qiynalyapsizmi? Unda sizga Muhammad Ilo kanalini taklif qilaman. O'zingiz ko'rib turganingizdek, previewlarning sifat darajasi juda yuqori va hattoki professional youtuberlarniki bilan bemalol raqobatlasha oladi. Eng muhimi esa admin siz istagan barcha o'zgartirishlarni hech qanday muammosiz to'g'rilab beradilar. Kanal silkasini opisiyaniyada va kommentariyada qoldiraman. Bir o'tib ko'ring, afsuslanmaysiz. Sentry hali filmlarda chiqqani yo'q, endi chiqadi va qanday kuch bilan chiqishi bizga sir. Shu sabab uni kuchini komikslardan foydalanamiz. Supermanni hammamiz juda ham yaxshi bilamiz. Personajlarni asosiy 3 ta yo'nalishda kuch, tezlik va regeneratsiya bo'yicha taqqoslab chiqamiz. Eslatib o'taman, chidamlilik ham kuch bosqichiga qo'shiladi va ikkalasi bitta qilib taqqoslanadi. Supermanni juda yaxshi bilamiz, shu sabab Sentrydan boshlaymiz. Tarixi va qobiliyatlariga to'xtalmasdan tezroq video davomida hammasini ko'rib chiqaveramiz. Kuch borasida ikkala personaj ham aql bovar qilmas darajadagi kuchga ega. Sentry planetalarni, qit'alarni va sayyoralarni ham joyidan siljita oladi. Undagi juda katta kuch xalqni ham o'ldirishga yetgan. Shu yerda negativ yozishdan oldin aytib o'taman, xalqni o'ldirish juda qiyin, negaki u yashil devor sabab har doim qayta tug'ilaveradi. Lekin Sentry xalqni batamom rostakamiga o'ldirgan. Endi uni kuchini qanday darajada ekanligini hisoblab oldingiz degan umiddaman. Sentryga hech qanday qurollar ta'sir qilmaydi. Yerdagi qurollar albatta. U raketalar, bombalar, yadroviy qurollar va hattoki yer yadrosi darajasidagi issiqlikka ham hech qanday qiyinchiliklarsiz kirib bora olgan. Ayrim komiks ishqibozlari Sentry ba'zi komikslarda quyosh yadrosigacha yetganini va hech qanday zararsiz yerga qaytganini aytishadi. O'zim o'qimaganman, lekin ishonsa bo'ladigan ma'lumot. Sentryning lazerlari ham Supermanning lazer kuchidan qolishmaydi. Eng muhimi shundaki, Superman lazerlar quvvatini maksimal darajadan oshirish uchun qattiqroq g'azablanishi kerak. Shunda Supermanning lazerlari hatto sayyoralarni ham ikkiga bo'lib yuborishi mumkin. Sentryda esa aksincha, u lazerlar kuchini qanday oshirishini uning o'ziga bog'liq. Ya'ni u g'azablanishi shart emas, lekin bu Supermanning lazerlaridan kuchsiz degani emas. Sentry ham bir nechta komikslarda aql bovar qilmas darajadagi planetalarni lazerlar yordamida bo'laklarga bo'lib tashlagan. Supermandagi kuch ham Sentrydan qolishmaydi. U ham planeta va materiklarni va sayyoralarni joyidan siljita oladi. Bu degani kuch borasida ular deyarli teng raqib, ammo jang sur'atini boshqa bir joyga ko'chirsak, deylik Nidavellar, Alexander yoki Asgardga. Bu holatda Supermanning regeneratsiya qobiliyatlari sekinlashadi va balki butunlay yo'qolib ham qolar. Negaki Superman uzoq vaqt yerda yashagani sabab yosh quyosh uning energiyasiga, kuch-quvvatiga kuch qo'shgan. Ammo quyoshdan uzoqlashish oqibatida Superman zaiflasha boshlaydi. Nazariy jihatdan shunday. Sentry esa o'zi shunday personaj. U o'zining sayyorasida ham yetakchilardan bo'lgan va kuch-quvvati shunday darajada bo'lgan. Uni boshqa sayyoraga olib borgan taqdirda ham uncha shikast yetkazish baribir qiyin. Neytral joyda bo'ladigan jangda Superman uzoq vaqtlik jangga chidab bera olmaydi deb o'ylayman. Hisob 1-0 Sentry oldinda. Tezlik borasida ikkala personaj ham bir-biriga juda yaqin. Supermanning tezligini filmda aniq ko'rganmiz. U Flash bilan deyarli teng harakatlanadi. Buni ushbu sahnadan ham bilib olishimiz mumkin. Lekin shuni unutmaslik kerakki, Flash Supermandan tezroq, negaki uning zarbalariga chap bera olyapti va hatto uni itarganda Superman ozgina qimirlayapti. Vaholanki Supermanni siljitish juda qiyin, katta tezlik esa uni muvozanatdan qochiradi. Bu degani Flash Supermanni o'zining katta tezligi yordamida jarohatlash ham mumkin. Jangda tezlik katta narsani hal qiladi. Sentry tezligi ham anchagina katta, u ham yorug'lik tezligiga yaqin harakatlana oladi. Lekin bu tezlik Superman darajasida emas deb o'ylayman. Katta tezlikdagi harakatlar bilan Superman Sentryga qattiq jarohatlar yetkazishi va hattoki Sentryni o'ldirishi ham mumkin. Jang taxminan Superman va Flash tezligi o'rtasidagi jang kabi bo'ladi. Faqat Sentry Supermanning zarbalaridan qochishi qiyin bo'ladi va zarba berish ham ancha qiyin bo'ladi. Bu orada Superman tezkor zarbalar bilan Sentryni yengishi mumkin. Xullas hisob 1-1. Regeneratsiya bo'yicha taqqoslab o'tirish shart emas, sababi boshida aytib o'tdim. Agarda jang neytral joyda bo'ladigan bo'lsa, Superman quyosh nurisiz deyarli oddiy odamdan ham kuchsiz holga keladi.
va uning jarohatlari tezda tuzalmaydi. Sentrida esa quyoshning yaqinimi, uzog'imi, bormi, yo'qmi umuman farqi yo'q. Regeneratsiya qobiliyatidan u istalgan joyda foydalanadi. Neytral joyda bo'ladigan jangda Superman bir zarbada yengiladi. Yerda jang bo'lsa uzoq vaqt davom etishi mumkin, lekin baribir Sentry oxir-oqibatda yutib chiqadi. Qadrli do'stlar, iloji boricha haqqoniy qilib, ojiz tomoniyu ustunliklarni ko'rib chiqib, tahlil o'tkazib batl qildim. Menimcha adolatli bo'ldi deb o'ylayman. Hisob esa 2-1. Sentry g'alaba qildi, lekin bu Superman undan kuchsiz degani emas, balki hech qanday imkoniyatlarsiz Superman Sentryni yengib qo'yar. Hali film chiqsa aniq bo'ladi. Hozircha esa Sentry muxlislarini tabriklaymiz. Batl yoqqan bo'lsa, layklaringizni ayamang. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.